Привет, девчонки! Bugungi videomizda lab uchun lyuks produktlar yaxshimi yoki mass market? Kelinglar birga ko'rib chiqamiz. Lyuks produktlarim ko'rib turganlaringizdek kam emas. Shuning uchun lyuksdan boshlaymiz. Meni eng birinchi lyukslardan olgan lab uchun balzamim bu Dior Edi 61-nomer. Bu deyarli уже qolmagan, no, menga juda ham yoqqandi. 1 yil davomida to'xtatmasdan ishlatganman. Diordan boshlaganimiz uchun Diordan dalsha davom ettiramiz, chunki Diorni mahsulotlari menda juda ham ko'p. Lab uchun yangi limitированный produkt Diordan lip uchun masla 086 rangida. Ko'rib turganlaringizdek shimmer juda ham ko'p bu yoqda. Swatch. Labda juda ham chiroyli yaltiraydi. Lab uchun 2 xil butter Dior Lip Glow Butter. 101 va 105 ottennaklar. Swatchlarni ko'ramiz. Labni juda ham zo'r namlantiradi va rangi shunaqangi chiroyli koralloviy rangda va blesk. Blesk deyarli labda ko'rinmaydi, lekin juda ham zo'r shimmer beradi. Bu ham Dior Edict'dan, faqat buni keysi boshqacha. Rangi shunaqa qizil rangda. Buni juda ham qizil deb ham bo'lmaydi, cherry rangda. Tonalka olganimda sovg'a sifatida qo'shib berilgan lab pomadasi. Вот такой красивый бордовый rangda. Swatch. Dior produktlari tugadi, endi Yves Saint Laurentga o'tamiz. Yves Saint Laurentning qora keysli pomadasi. Pomadani juda ham topish Koreyada qiyin. Nomeri 62. Bu ham rangi juda ham теплый оттенкda. Вот. Yves Saint Laurentdan lab uchun balzam. Buni rangi menga lekin unchalik yoqmaydi, bu menga sovg'a bo'lib turib kelgan. Swatch. Labda deyarli ko'rinmaydi, labni o'zingizni labingizni rangini juda ham sal xuniyroq qilib ko'rsatgani uchun unchalik yoqtirmayman. Bu yoqqa meni ismim yozilgan, Laylo. Meni sevimli produktlarimdan biri bu Clarins moyi. Strawberry rangidan. Buni chiroyligini qaranglar. Buni shu darajada namlantiradiki va juda ham chiroyli ottennok beradi. Va eng oxirida Charlotte Tilbury'dan Mini Lip Maximizer. Bu produktni men juda ham yaxshi ko'raman, ayniqsa o'zini qalami bilan. Swatch. Shunaqangi нежный персиковый оттенокda. Идеальный nude.